Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifeler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Suyuti Ömer radıyallahu anh'ınki karametleri hakkında söz kılmakta. Yani karamet ehl-i sünni ve cemaat'ınki akidesinde bu yolluk iş. Çünkü Allah Teala bazı bir kısım özünki yaxşı salih velilerini bir kısım karamet bilen Allah Teala kullaydı. Bu karamet degan nima degan vaqtida odamniki aqli ko'rgan vaqtimizda lol bo'ldigan o bir mo'jiza. Ya'ni odatda odamniki bunda tasdiqlashi nihoyat qiyinga to'xtaydigan. Chunki odamning insonning qudratidan tashqari bo'lgan voqeliklar. Bu faqat Allohniki qo'llash orqali, fazilat orqali yuz beradigan ishlardir. Endi bu karamet ikki xil bo'ladi. Biri Alloh tarafdan bo'ladi. Bu Allohniki eng yaqin solih bandalariga. Biri bunda şeytan tarafdan bo'ladi. Bu ya'ni shu shaytonniki buyrug'ini ijro qiladigan noahli insonlar bo'ladigan avvallar. İmam Bayhaqi rahmetullahi alayhi ve Ebu Nuaym Müşkilesi o'zining Dalail-i Nubuva nomli kitoblarida Lalkai sunnatning sharhi degan nomli kitobda Dayr Aquli degan kishi Fawaid nomli kitobda Ibnul Arabi Avliyalar karamati nomli kitobda Xatibul Bag'dodiy Imom Malikniki shogirdlari yoki raviylar nomli kitobda Nafi'dan Abdullah ibn Umardan rivoyat qilib Ömer radıyallahu anh bir qo'shin avayotganda o qo'shinga Sariya ismli bir kishini amr qilgan ekan. Şu Ömer radıyallahu anh xutba o'qiyotgan vaqtida Sariya taqqa deb ishqitib to'lab ketibdi. Shuning bilan bu qo'shinniki elchisi keyin kelib kelibdi-da. Shuning bilan undan so'rabdi o kishi. Ey Emirul Mu'minin, biz shu vaqtda mag'lub bo'lgan edik dedi. Shu ordu mag'lub bo'lgan dedi. Shu ordu shu gangarash ostida turgan vaqtimizda biz Sariya taqqa degan bir uch qitim ovozni angladikda biz darhol o'zimizga shu keynimizda taqqa qilib turib oldimizda dushman tarafga taqqa o'ylab chekindik deydi. Alloh taolo ularni shunga mag'lub qildi. Shu vaqtda Ömer radhiyallohu anhu sen ashta vaqirgan eding deyilgan ekan. O Sariya deb unda o'lik ovozda vaqirgan ekanda xutbadan chiqib turib. İbn Hajar rahmetullahi alayhi o'zining Isabe nomli kitobida Isabe degan shu butun sahobalarniki tarjimali yuritilgan mukammal shu sahobalar tarjimali munosabatli kitob. Bu kitobda bu so'zinki isnodi nihoyat to'g'ri, ya'ni go'zal, yaxshi deb ifodalagan ekan Ibn Hajar. Demak, bu karamat inshaalloh yuz bergan demakda Ibn Hajar. İbn Mardavi Maymun ibn Mihran ve Abdullah ibn Umar'dan rivoyat qilishi Ömer radhiyallohu anhu juma kuni xutba o'qiyotgan vaqtida xutbasini chetnab bilan Sariya taqqa deb bo'ri vaqqan zulm qiladi dedi. Bu bir masal, ya'ni bir tamsil, maqol tamsil. Ya'ni bo'rni shu padchiga nima padiga bo'rni muakkal qilsa, bu qo'yga zulm qilgan bo'lamiz degan bo'ldi. Bu mashhur bir maqol tamsil arablarniki. Şuna kişiler birbirine karışıp ketmesin dedi. Bu özü çok akıraydı ya diyendek olur. Şuna Ali radhiyallohu anhu dedi. Sen üzerine diyen gibiden Ömer üzerine davetler gibiden çıketti dedi. Xutbadan bekavlab, cumadan bekavga vaqtida so'rashapti. Nima ish oldu Ömer degan vaqtida mening kallamda, tuyg'umda shunday bir avval paydo bo'ldi dedi. Mushriklar bizniki qarindoshlarimizni qo'shinimizni mag'lub qilganlik bir xayolda bo'ldi. Shular bir tog'ning qishdan o'tayotgan ekan dedi. Sahabeler. Eğer ular taqqa kesse bir tarafdan murish qiladi. Yani ularniki hamma tarafi mudafalarında. Eğer taqdan o'tib kelsa dalaga chiqdi-da kang tarafga, o vaqtda hamma tarafdan dushmanning muasirasiga uchrab halok bo'lib ketadi. Shuna mendan sizlar anglagan ash gap chiqdi, Sariya degan gap chiqdi degan ekan. Bir oydan keyin rost degandek bir elchi kelibdi. Bu elchi aş bayatınqı Sariyaning qo'shindiki shu qalbi nusratni bildirib Madinaga elchanda. Shular ham aş kunda aş Umarning shu ovozni anglaganligini isbotlagan deydi. Shu elchi shuna degan deydi. Shundan biz taqqa chiqib Alloh taolo bizga nusrat bergan edi deb bu elchi bu bishoratni yetkazgan. Ebu Nuaym Dalail-i Nubuva nomli kitobida Amr ibn Harisdan rivoyat qilib, shu bir orliqda Ömer cuma kuni xutba o'qiyotgan vaqtda xutbani tashlab bilan Sari taqqa deb ishqitdim deb qoldi deydi. Unda xutbasini davom ettirmadi. Cuma kelganlar ba'zilari bu sarang olib qoldim, bu sarang deb shuna debdi. Ma aniq gap. Shuni Abdurrahman ibn Avf bu qandaroq tug'andi deb avval so'rash uchun qashaq cheribdi, keyin cherib sen o'zingga bir gap tepib olding ya. Sen bu xutba o'qitib, bu yerda ey Sariya deb vaqirab ketding, tog' deb vaqirab ketding. Nima gapdi bu deb avval so'rabdi.
Şu vaqtda Ömer radhiyallohu anhu haqiqatan azburay xudo men o'zim tutulamıdım. Ular bir tağni tutib urush qilayotgan edi. Ularning oldiga butun dushman bordi. Shuning bilan men taq chiqinglar sariya, taq chiqinglar deb o'zim tutulanmay deb soldim. Shuning bilan ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu Sariya degan bu qo'mondonning bir elchisi xat elib kelibdi. Bu xatda mundaq mazmunlar bor ekan. Biz juma kuni shu urushni qilayotgan edik, juma namozi bo'lgan vaqtida. Taqqa degan shu ikki qatim shu gapni anglagandan keyin taq chiqdik, taq chiqib oldik. Taq chiqib olib biz endi bir tarafdan hujum qildik demakda. Shunda biz dushmanimizni yer chiltib, ularni biz mag'lub qildik. Alloh taolo ularni mag'lub qilib berdi degan ekan. Mana mushi gap to'g'riliq, Umar roziyallohu anhuni bir qism kishilar aytgan ekan, sarang deb nauzubillah. Bu kishini qo'yinglar bo'ldimda, u mushtaqishga yaratilgan. Chunki buningki tabiati, mijozi, mustaqillik, farosatlik yoki karomatlik inson deb u gap topganlarmi, ya'ni qoyil bo'lishgan demakchi. Endi Umar roziyallohu anhuniki oilang ko'yib ketdi, chaqqan bor degan gapi nimasi deydi. Abu Qasim ibn Bushra Fawaid nomli kitobida Musa ibn Uqba rivoyat qilib, Nafi'dan Abdullah ibn Umardan, bu Nafi'ga Imom Malikning shogirdlari bo'ldi. Umar ibn Xattob bir odamga ismi nima desa, cho'g' debdi. Kimning bolasi esa Shihobning debdi. Shihob degan yalqin degan gap. Kimning bolasi Shihob degan esa Xoriqning bolasi degan gap. Xoriq degan ko'k degan gap. Uyang nada esa Harra dedi. Harra degan issiq degan gap. Qaysi tarafida Harrani desa yalqinlab turadigan ashuna issiq yerda, ya'ni zoti lazzat degan yer ekanda. Hamma isim o'tni, issiqni bildiradiganlar ism kelmadi. Sonra Ömer radhiyallohu anhu chaqqan oilangi bor, ular ko'yib ketdi deb shu odam darhol uyga qaytib borsa, degandek oilasiga xotin bolalar ko'yib qilib ketgan. Bundan nima chiqdi degan vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam go'zal ismlarni, yaxshi ismlarni, chiroyli ismlarni olsa, shunda nihoyatda xushallanib ketadi. Bir xil shundan bir rohatlanib, umidlanib ketadi. Ammo yomon nachar ismlarni olgan vaqtda Rasululloh hatto shunda shirkindiga avvallar bo'ladi. Payg'ambarimiz shumlanish yo'q, faqat shumlanish bunday go'zal ismlarda, yaxshi ismlar bo'ladi degan mazmunda hadis bayon qilgan. Demak, go'zal ismlar odamga rohat bag'ishlaydi, umid bag'ishlaydi. Yomon ma'nodagi mazmundagi ismlar odamga bir xil bir baloyafat tuyg'usini beradi. İmam Malik rahmetullohi alayhi Muvatta nomli kitobida Yahya ibn Saiddan rivoyat qilib, buni Ibn Darid Axbarul Mansurada, Ibn Kalbi Jami'da ulardan boshqa nurg'un odamlar rivoyat qilgan. Demak, bu mush mazmun gapni Umar roziyallohu anhuning oilani tepib oldi degan gapni nurg'un olimlar rivoyat qilgan deydi. Buning jumladan 5ida Imam Malik rahmetullohi alayhi Muvattani temsil etibdi. Uningdan boshqa Umar roziyallohu anhuningki Misr ahliga yozgan xati. Ne mazmun xat yozdi, ko'rib boqaylik. Abu Şeyh o'zinki Azma nomli kitobida bayon qilib, bizga Abu Tayyib, bu kishiga Ali ibn Davud, bu kishiga Abdullah ibn Salih, bu kishiga Ibn Lahiya, bu kishi Qays ibn Hajjajdan. Qays ibn Hajjajga hamda o'zining ustozlari mundaq degan ekan deydi. Misr fath qilingan vaqtida Umar ibn As'ninki qishga bir qism odamlar kelibdi-da, shu vaqtda shu Qibtilarning eng mashhur oylardan bir oy kelib, o'z faoliyat qildigan oylar ekanda. Ular debdi, "Amir, bizniki bu Nil daryosiniki bir qonuniyati bor. Bu mushada bir ish qilmasa mangmaydi." Nima desa, mush oyning 11-kechasi bo'lgan vaqtida ota-onasi va bir qizg'onning qishi bor emas, ota-onasini rozi qilib, o qizg'onni biz setib olamiz deganda, shunlar o qizg'onga chiroyli kiyimlarni, zib-zinnatlarni go'zal ravishda taqab, uni shu Nil daryosiga etib qurbon qilamiz, qurbonlik qilamiz demoqchi edi. Degandan keyin Umar ibn As ularga debdi, bunday islom yo'q, bu xato, bu ish. Islom har qanday narsani buzib tashlaydi burun qilgan xatolikni debdi. Shundan ular ma'lum mazmun tug'andan keyin qig'il qo'ymadi Umar ibn As. Shundan Nil daryosi mangmaymish jim turib olgan gapda. Hatto Misrliklar shu vaqtda Qibtilar Misrni tashlab chiqishni niyat qilgan ekan. Bu avvalni Umar ibn As ko'rgandan keyin Umar ibn Xattobga shu mazmunda xat yozibdi. Umar ibn Xattob Umar ibn Asga javoban mundaq debdi: "Qig'ining to'g'ri. Islom o'tmishdagi har qanday xatoliklarni, xurofiylikni buzib tashlaydi. Ishi yangidan boshlandi." Xatnashiga bir parcha kartochka olib qo'yibdi.
O Ömer ibn As'a xat yazıp, "Men sana bir kartoşka evettim bu kitabın içinde. Onu nil taşıgan, nil deryasını taşıgan" depti. Ömer radhiyallahu anhu'nunki xati Misrga kelgandan keyin bu kartoşkani elib ichib qarsa, uningda mundaq mazmunda xat bor ekan. Mu'minlar amiri Allohning bandasi Ömerdan Nil vodisidagi Nil daryosini suv ichadigan Misr ahliga. Xulos kalam, "Ey Nil, sen burun o'zligingdan mangdigan bo'lsang, mangmay jim to bo'ldi. Agar Allohning irodasi bilan mangdigan bo'lsang, Alloh seni cho'qim mang'uzdi" degan xatga. Yana u duo qilib, "Yegona qahhor Allohdan seni mang'uzishini iqin daryo qilishini so'rayman" debdi. Şuna bu kartoşkani nilga shunda tashlagan ekan deydi. Şu salib kunida bir kun burun deydi. Salib kuni degan shu Qibtilarniki, xristianlarning shu davrdagi bir qutlug' bayramlari o'zi tava. Ular aytis qarsa Alloh taolo Nil daryosini 16 gaz miqdorda mang'uz etgan deydi. Bir kechida. Demak, shu 16 gazga 8 metr atrofida taxminan shu oraliqda mang'uz etgan deb shunaq deydi. Bu Nil daryosi hamda bizniki shu daryolarimiz o'xshamaydi. Bizniki shu Pamir tarafdan tushadigan tog'lardan Gez daryoniki suvlarga qat'iy o'xshamaydi. Bizning suvlarimiz nihoyat egiz tog'lardan tushgandiki nihoyat jushqun, nihoyat shijoatli, nihoyat shu etilib turib kuchlik ma'noda. Lekin Nil daryosiniki nihoyat xuddi dem mangmagandek tuyg'u bir holatda yuvosh yumshoq ma'noda suvlardir. Allah Teala Misr ahlidan şu faaliyetini, şu annenevi qoidani bugun qadar yo'qotib etdi deb Jaloliddin Suyuti şu mazmunni o'zining kitobiga kirgizibdi. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Demak, hamda bu yerda Umar roziyallohu anhu karomat ahli degan mazmunni bizga yo'ritib bermoqchi Suyuti.